Sizda qo'l va oyoq uvishib qoladimi? Nima deb o'ylaysiz? Bu oddiy holatmi yoki jiddiy kasallik belgisimi? Bugun sizlar bilan qo'l va oyoqlardagi uvishish, uni keltirib chiqaradigan sabablar, ya'ni asosiy sabablari, uni tabiiy davolash usullari to'g'risida gaplashamiz. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan oyoq va qo'lda uvishish, ya'ni anemiyya to'g'risida gaplashamiz. Aneminiyani keltirib chiqaradigan asosiy sabablardan biri, ya'ni buni eng ko'p uchraydigan nerv siqilishi, ya'ni umurtqa pog'onasi bilan bog'liq muammolar, osteoxondroz, grija, protruziya, noto'g'ri uzoq vaqt o'tirgan holat, bunda nerv siqilib qoladi. Nerv siqilganda asosan bo'yin umurtqasidagi grija, protruziya, osteoxondrozi qo'llardagi uvishishni keltirib chiqaradi. Bel umurtqasidagi siqilish esa, protruziya, grijalar esa oyoqdagi nervlarni siqilib qolishiga, uvishishiga olib keladi. Qo'l va oyoqlarda uvishish paydo bo'lishini yana bitta sababi bu qon tomirlar torayishi, varikoz kengayish hamda qon quyuqlashishini oshishidir. Qo'l va oyoqlarni uvishishini uchinchi sababi bu sistemali kasalliklar, ya'ni diabet bunga kiradi, kamqonlik, ya'ni anemiya, qalqonsimon bezi bilan bo'ladigan muammolar. Qo'l va oyoqlarda uvishishni yana bitta sababi, ya'ni asosiy sababi bu B guruh vitaminlarini yetishmasligidir. Qaysi vitaminlari demoqchimisiz? Bunga B1, B6, B12 vitaminlari kiradi. Bu guruh vitaminlar nerv tizimi uchun juda muhim hisoblanadi. Yana bitta sababi qo'l va oyoqlarni uvishishini bu fastsiyalar hamda mushaklarni trigger nuqtalari, trigger spazmlar, ya'ni stresslardir. Yana oddiy sababi bor. Bu oddiy holat, bundan qo'rqmasa bo'ladi. Uxlaganingizda qo'lingiz tagingizda qolib ketsa uvishadi. Keyin uzoq vaqt o'tirib qolsangiz uvishadi. Bu o'tib ketadigan holat. Bizda bu qo'l va oyoq uvishishlariga tabiiy yo'l bilan, ayniqsa ukol hamda dorilarsiz davolash usullari mavjud. Bizni Neyrobalans klinikamizda shunday usullar bor. Ukol dori umuman kerak bo'lmaydi. Qanday usul deb qiziqyapsizmi? Bu neyrokineziologiyani PDTR metodi bo'yicha davolash. Yana qanday deb qiziqsangiz, siqilib qolgan nervlarni ochish yo'li bilan, mushaklar tonusini normaga qo'yish bilan davolanasiz. Agar sizni ham shunday muammolar bezovta qilayotgan bo'lsa, ya'ni qo'llaringizda, oyoqlaringizda uvishish bo'lsa, kommentariyda uvishish so'zini yozib qoldiring. Quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Biz sizga davo berishga doim tayyormiz. Salomat bo'ling.